Hech qachon kitob o'qima. Miyangda aqling ko'payib, biliming oshib ketishi mumkin. Hech qachon kitob o'qima. Dunyo qarashing kengayib, tafakkur qiladigan bo'lib qolishing mumkin. Aslo kitob o'qima. Choyxona, to'yma-to'y yurishni to'xtatib, kutubxonaga boradigan bo'lib qolishing mumkin. Mutlaqo kitob o'qima, yo'qsa Nexia 2 legenda degan kommentlarni yozging kelmay qoladi. Mutlaqo kitob o'qima. Aks holda soatlab umringni behuda reels ko'rishga sarflaging kelmay qolishi mumkin. Umuman kitob o'qima. Sen kitob o'qishni boshlasang, betayin blogerlarni kim tomosha qiladi? Adashib ham kitob o'qib qo'yma, chunki keyin bo'lar bo'lmas narsalarga emas, pulingni kitob olishga sarflab qo'yishing mumkin. O'zingga rahming kelmasin. Aslo kitob o'qima. Aks holda aql bilan ish ko'rib, olomondan ajrab qolishing mumkin.